Dasturxoningiz ko'rki bo'ladigan taom qidiryapsizmi? Tayyor bo'ling, hozir ekraningizdan ajoyib hid taralishi mumkin. Bugun oddiygina tovuqdan haqiqiy bayramona shedevr tayyorlaymiz. Tovuqni shunchaki pishirmaymiz, uni ichini sehrli guruchlar bilan to'ldiramiz. Siri shundaki, ichidagi guruchi, mayiz va no'xatlar bilan ta'mi o'zgacha chiqadi. Ziravorlar esa unga sharqona joziba bag'ishlaydi. Hozir tayyorlaydigan qaylamiz esa tovuqni tillarangga kiritadi. Falga ichida o'z sharbatida dimlanib pishgan bu go'sht shunchaki og'izda eriydi. Falgaga o'raymiz, duxovkaga yuboramiz va natijadan bahra olamiz. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Ko'rib turganingizdek tayyorlanishi juda oddiy, lekin natijasi shunchaki yoqimli, ishtaha ochar. Dasturxoningiz ko'rki bo'lishi aniq. Retsept yoqqan bo'lsa, yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Retsept bo'yicha savollaringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan da zo'r retseptlar hali oldinda.